ta'lim olish degani o'zi tushunarli bo'lgan tilda olinish kerak-da bola bilgan tilida olish kerak, to'g'rimi? Bilmagan tilida sinfga qo'yilyapti. Bolaning manfaati buzilyaptimi? Buzilyapti. Lekin qonun bilan biz buni ota-onaga berganmiz. Ota-ona bolani o'rniga tanlayapti. Bolaning manfaatlarini buzyaptimi? Bu qonun bolani o'sha huquqini tiklab bera oladimi, yo'q? Demak, ta'lim to'g'risidagi qonunga ham o'zgartirish kiritishlik kerak. Bu jarayonni o'zida, bu qonunning predmetida u ham ko'zda tutilishi kerak edi. To'g'rimi? Ustun manfaat ta'minlamoqchi bo'lsanglar, ta'lim to'g'risidagi masalalarni ko'rib chiqqansizlar, yo'qmi? Qaysi ustun manfaatlarni himoya qilyapsizlar bu qonun? Bolani ustun manfaati sifatida ta'lim olish tilini tanlash huquqi deb kiritish kerak. Bola qaysi tilda ta'lim olishi o'zi belgilasin, ota-onasi emas. Ota-onalar belgilayapti va bolaning manfaatlariga katta zarar keltiryapti. Bu havodan olib gapirilayotgan gap emas. Bizning partiyadoshlar juda ko'p maktablarda borib tahlil qildi. Faqat Toshkent emas, viloyatlarda ham borib tahlil qildi. 6-sinfgacha o'qiyapti. 1-sinfdan boshlab rus sinfida o'qigan. Qip-qizil o'zbek bola. Ota-onasi ham o'zbek, 7 urug' aymog'i ham o'zbek. Bolasini rus sinfiga bergan maqsad ezgu bo'lgan. Men uni noto'g'ri demoqchi emasman. Lekin bola butunlay 6-sinfga kelib, faqat tilla orqasidan quvlab yurib, 6-sinfgacha olish kerak bo'lgan ilmiy o'lchovlarni birortasini olmagan. Na fizikani boshlang'ich fundamental qismini olgan, na matematikani boshlang'ich fundamental qismini olgan. Faqat til o'rganish bilan shug'ullangan. O'qituvchim nima deyapti ekan deb og'ziga qarab o'tirish bilan shug'ullangan. 6-sinfga kelib bola fundamental bilimlarni bilmasdan ta'limning ikkinchi bosqichiga o'tyapti. Hech nima o'zlashtira olmayapti. 11-sinfga borib, mana universitetga imtihon topshirganlarni 0-2 ball olyapti-yu, mana shuni oqibati shu. Bolani himoya qilish kerak, bolani istagini hisobga olish kerak. Ustun manfaatlar ota-onasi bolasiga yaxshilik qilish uchun xizmat qiladigan narsalar. Tushunyapsizmi? Siz aytayotgan o'sha g'arbona tomonlarga o'tib ketmaslik uchun takliflar berishimiz kerak. Chegaralarni chiroyli qilib chizib qo'yishimiz kerak. Ota-onani majbur qilib qo'ydik konstitutsiyada. Aytdik, bolangga javob berasan dedik. Bolangizga xohlagan ishingizni qilishga haqqingiz bormi, yo'qmi? Ota sifatida men haqqim bor deysiz. Qadriyat shuni belgilaydi. Men otasiman deysiz. Haqqingiz yo'q deb qonunda belgilab qo'yish kerak. Chunki bolangizga nisbatan ishlatgan zo'ravonligingiz ertaga sizni boshingizga faqat sinmaydi, butun jamiyatning boshiga sinadi. Va buni qadriyat deb yashirmang. Bu qadriyat emas bu. Tushunyapsizmi? Bizning qadriyatimizda bolani sizlab katta qilgan. Bizda qadriyatimizda ayolni boshiga ko'tarib katta qilgan, avaylab asrab foydalangan ayoldan, oyog'i bilan tepib foydalanmagan. Ayoli bilan tepib foydalanadigan erkaklar paydo bo'lgani uchun Buxoriylar tug'ilmayapti bizda. Bilimga ishtiyoqi yo'q, kitob o'qishga ishtiyoqi yo'q, atrofini hurmat qilmaydi, jamiyatni hurmat qilmaydi, kitob qo'liga ushlagiz kelmaydi, mana shunaqa xalq bo'lib qolyapmiz. Nimaga? Chunki ayolni ezib tashladik, ayolni qul aylantirib tashladik. Bilimsiz, ma'rifatsiz, faqat mol boqadigan ayolga aylantirib qo'ydik. Mana natija. Bolani savalab katta qilyapmiz, urib katta qilyapmiz. Men otaman, huquqim bor deyapmiz. To'g'rimi? Natija nima bo'lyapti? Natija jamiyat umuman telba teskari bo'lib ketyapti. Biz bunaqa xalq emasmiz-ku.